Assalomu alaykum kanalimizning obunachilari. Hozir biz O'zbekistonda yagona bo'lgan yig'mali elektrovelosiped sotuvga olib qo'ydik. Endi sizlarga bitta auksion qilib beramiz. Narx oxirida videoni oxirigacha ko'ring. Endi birinchi o'rinda buni eng e'tibor beradigan jihati faralarda bo'ladi. Faralari ancha yaxshi yoritadi, chiroyli joyda joylashgan mana. Keyin ancha munchaga sinib ketmaydi. Chunki bu ramalarni ko'rasizlar, ramalari temirdan bo'ladi. Juda ham qalin va chiroyli dizaynda qilib ishlab berishgan. Tekis rama bilan jihozlangan bo'ladi. Bu yerda o'zining miya va akkumulyatorlari mavjud. Bu tomonda ko'rayliklar. Egarlari pastda ham trubalari bor. Bu degani endi metr ham chiqaveradi egari. Ancha o'zi yoshingizga moslab bo'ladi. Bu tomonlari bilan. Endi buni oldi tomoniga kelsak, mana oldida tablolari, quvvat tugmachasi, signal va bu yerda bag'dan skorini o'zgartirsa bo'ladi, ya'ni 2-3 to'rqisa bo'ladi. Oldi, orqa tormozlari mana qalin simlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, va bu yerda 8 ta skor mavjud. Bu hech qaysi velosipedda yo'q. 8 ta skor mavjud. Mana endi ko'rib turganingizdek oldi va orqa tomoni diskli tormoz bilan jihozlangan bo'ladi. Mana endi skorni sizlarga bitta ko'rsatsak, mana 8 ta skori bor. Mana charxlarni bitta ko'ringlar. Endi bu velosipedimizni narxiga kelsak, hozirda narxi $270 chiqyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirib ketamiz. Bemalol o'tib Telegramdan murojaat qilishlari mumkin.